Assalomu alaykum Instagram xalqlar do'stligi saroyi. Ertalab doktorning gaplarini eshitib, bu yana bir marta убедиться qildimki, bular mol doktor, реально mol doktor. Normalniy doktor как aytishi mumkin? Sigaretdan, adrenalindan mashinaga o'tirgandan nekroz boshlanib ketdi. Nekroz bu doktor nimaligini bilmaydi shekilli. Men transvestit bo'lib turib, Alaykum do'stlar, demak Yandexdan har qanday 80 minglik zakaz uchun 30 minglik promo kodlar bor do'stlar. Nekroz nimaligini bilaman. Nekroz кровоснабжение asha zonaga, поврежденной zonaga кровоснабжение, kislorod yetmasa кусок кожа o'ladi, odamni o'ligidek chirib ketadi. Кровоснабжение сосудаlarni o'ldirib qo'ygan bo'lsa, ko'jaga, organizmga, asha поврежденный zonaga kislorod, qon yetib bormasa, o'sha joy chirishni boshlaydi. Qaysi miya bilan bu doktor aytayaptiki, sigaretdan, adrenalindan moshinaga o'tirgandan bo'lgan deydi. Dalbay mol doktor, блядь, dalbayub mol doktor. Блядь, nekroz birinchi kuninglar paydo bo'ladi. Birinchi kuninglar qizarish boshlanadi. Потому что ты неправильно операцию сделал. Sen неправильно операция qilgansan. Yiban tan olmasdan u yoqqa tashab, bu vinovat, u vinovat, qo'shnisi vinovat. Mashinaga o'tirgani uchun nekroz. Dalbayub nekroz birinchi kuninglar paydo bo'ladi. Operatsiyadan keyin просто xatoyini tan olmagin kelmayapti. Med konsultant klinik, qassobxona, dalbayub polniy. Shunchalik odam mol bo'lan, men trans bo'lib turib bilaman. Nekroz это повреждение кожи, кровоснабжение bo'lmagani uchun ko'ja o'lishni boshlaydi. Ko'koshda oltida yana bitta qiz yotibdi. O'zi qilmagan, vrach charchab ketib, yordamchilariga bergan. Yordamchilari qilgan operatsiyani. 8 soat bo'lgan operatsiya, представляете? Ko'koshda yonida bitta qiz yotibdi. U qizni operatsiya qilgan shogirdlari aytayapti. YouTube'ga qarab qildik deyapti operatsiyani. YouTube'ga qarab odamlar bormanglar bu klinika konchiniga. Nekroz nimaligini mana men bilaman. Mana nekroz bo'ynimda. Meni ham bitta dalboyob vrach повредить qilgan mana shu joylarimni. Nekroz qorayib ketgan ko'jani qirqib optashamaguncha hech qachon bitmaydi. U ko'koshda yarasini atrofigacha hamma yo'q nekroz bo'lib ketgan. Bu ошибка врачей. Ошибка врачей. Bu doktorlarning xatosi, это 100%. Любой ekspertiza aytadi. Bu vrachlarning xatosi. Hozir dalbayob onasi bilan, bizni niholimiz bilan, boshqalar bilan, barchim bilan tortishib yotibdi. O bitta odamni jonini saqlab qolishdan o'rniga, sen gunohkorsan, sen moshinaga o'tirgansan, sen adrenalin ichgansan, sen sigaret chekkansan deb tortishib o'tiribdi. O'ta уже mikrob tushgan organizmga, представляете? Mana shu videoni chiqarganimdan beri bir 100 tami жалоба keldi ashetta operatsiya qilganlar. Pizdets, qassobxona yo'pti va yo'mak. Mashincha shram qolib ketgan. Doktorda o'tirishini qaranglar. Men sizni videoga ruxsat bermaganman. Da блядь, Kokosha, не переживай, qancha расходing ketsa biz to'laymiz. Только shumixa qilmanglar deyishdi o'rniga. Sigaret chekkan. Biz qo'l qo'ydirib olganmiz aldab. Biz bilmaymiz. Nima qilasan uni? Kokosha aytayapti, men уже ishonmayman sizlarga. Уже ishonmayman. Bir oy ichib bola qilmadinglar. Endi gapirib chiqqanimizda keyin sizlarga tushib ketdimi, deyapti. Xohlamagan, mana shu yosh bola sevinchingiz qo'ymagan million marta men oldimda Shoira Otabekova hamma guvoh. Necha marta telefon qildi. Men qo'rqaman, undan ko'ra men ozdirmoqchi bo'lib reklama qilsanglar, menga mantaqa yutqizdiringlar dedi. Sizlar yo'q deb turib oldinglar oyog'inglar bilan. Endi buni qiyos olasizlarmi? Xudodan qo'rqinglar, xo'pmi? Alloh bor-ku, ilohim bolalaringlardan ko'ringlar shu kunlarni. Ko'rasiz. Yaxshilikcha qolamayapti, menga sakramasin bu qizingiz. Mana shu qiz qilgan komillarni olib keltirib, oyog'i bilan keldimi komila sizlarga? Qo'ymadinglar-ku, Halimadan keyin qo'rqyapsiz. Guvoh kelib o'tiribdi. Halimani o'ligida borganda o'sha chizilgan edi. Kelmadi. Endi cho'zib qo'ymadinglar-ku. Reklamaga kelgin deb. Nima deyapsizlar sizlar endi? Dafiga gapirib yuryapsizlar. Endi mashinaga o'tirganiga bo'ldimi? Sizlar ko'tinglarni tozalab, barakameraga borgan mashinaga o'tirib. Undan oldin nekroz bo'lgan. Yaxshilik tushunmaydiganlarga yolg'oncha gapirashaman endi. Men o'qimadim qog'ozni, to'g'risini aytsam. Men hozir o'qituvchi shok bo'lib qoldim. O'ziga tashlashayapti, ko'rdingizmi? Nima deb yozganlar? Bizni qoniqarli chiqqan operatsiyadan, yozibdilar, qoniqarli chiqibdi operatsiyadan.
keyin biz ularga chekish, ichish, energetiklar mumkin emas deganmiz, mashinaga o'tirish mumkin emas deganmiz. Mana olmayman hali. Tushundingmi? Deganmiz, shunda ham bular chiqib o'tirganlar mashinaga, sigaretani chekkandan keyin nekroz paydo bo'lgan deyaptilar. Barakameraga borishgan faqat mashinaga o'tirib, chislosi ham bor. Nekroz qachon birinchi chiqqanini ham chislosigacha bor rasm videosi bilan. Bular mashinaga o'tirgandan keyin bo'lgan nekroz deyishyapti. Uyaringlar, Allohdan qo'rqinglar. Allohdan qo'rqinglar. Billa chakib o'tirgan videolaringizni qo'yib tashlayman hozir. Hamma gapingizni qo'yib tashlang, Allohdan qo'rqinglar. Nekroz barakameraga borgani-ku. Barakameraga borgandan keyin boshlangan deyaptilar. Nekroz ikkinchi kuni bo'lgan, rasmi bor chislosi bilan. Chakkandan keyin nimadir qilgan deb yozilgan, tushunmading? Ruxsat berilmagan, anaqa ruxsat berilmagan do'st. Lekin o'zlari ruxsat berganlar chekishga. O'zlari o'tirib birga chekkanlar. Bir pachkagacha ruxsat berganlar. Nima farqi bor? Sen kim o'tirga qisib yoshmona qo'timdan chiqqan bu qimsani? Sen gapirma. Sen o'zing Sen olib keltirding meni qizimni shekka. Reklamaga deb kelmayman, Halimadan keyin qo'rqaman desang. Dahoya telefon qilibording. Ma'qullar o'sha bo'lib kelmaganman. Barakameraga borgani uchun yara qotib qolib kichkina bo'ldi. Rahmatlilar o'zi bordi. Sizlar hozir mashinadan keyin bo'ldi deyapsiz. Ikkinchi kunda bo'lgan o'sha rasmda bor chizgosi bilan. Sen qo'shilma. Psixikasiga, onkologiyada ham Xohlamayman. odam bitta narsa-da, psixikasiga, onkologiyada ham suv bersa davolanib qoladi. Yo'q, siz xohlaysizmi bo'ldi, oppoq bo'lsa ham yo'q deydi. Men bu chunki u sizni shuncha kun davomida ko'rmadim dedi. Oxirigacha gaplashib ololmadim. Gaplashib olinglar, ko'kosh. Sen hozir mana. Yo'q, hozir mana gaplashib oldik. Yo'q, hozir mana ular berdigan uchun siz bilan, vrach bilan siz. Yo'q, mana biza gaplashib olishimiz, gaplashib olamiz. Uyiga bilan cho'zilyapti, aytyapman. Men yotib davolanmayman. Уже bu yerdagi ishlaydiganlar, bu yerning direktorlari, menejerlari men uyimdagilarga o'sha gezayib qarab, salomlashmayapti. Hech hamma tushundik. Men bu yerda o'zimni ishonib qoldirib tura olmayman. Biz oldin gaplashib oldik. Hozir aka bilan gaplashib, konkret fikrga olgan. Keyin Turkiya davlati bilan gaplashmoqchi bo'lgani uchun odam bitta narsa-da, psixikasiga, onkologiyada ham suv bersa davolanib qoladi. Yo'q, siz xohlaysizmi bo'ldi, oppoq bo'lsa ham yo'q deydi. Men bu chunki u sizni shuncha kun davomida ko'rmadim dedi. Oxirigacha gaplashib ololmadim. Gaplashib olinglar, ko'kosh. Sen hozir mana. Yo'q, hozir mana gaplashib oldik. Yo'q, hozir mana ular berdigan uchun siz bilan, vrach bilan siz. Yo'q, mana biza gaplashib olishimiz, gaplashib olamiz. Uyiga bilan cho'zilyapti, aytyapman. Men yotib davolanmayman. Уже bu yerdagi ishlaydiganlar, bu yerning direktorlari, menejerlari men uyimdagilarga o'sha gezayib qarab, salomlashmayapti. Hech hamma tushundik. Men bu yerda o'zimni ishonib qoldirib tura olmayman. Biz oldin gaplashib oldik. Hozir aka bilan gaplashib, konkret fikrga olgan. Keyin Turkiya davlati bilan gaplashmoqchi bo'lgani uchun Assalomu alaykum, Instagram xalqlar do'stligi saroyi. Ertalab doktorning gaplarini eshitib, yana bir marta убедиться qildimki, bular mol doktor, реально mol doktor. Нормальный доктор как aytishi mumkin? Sigaret Komilani ham bo'lgan situatsiyasidan keyin hozir mana skoriy chaqirdik, 02 chaqirdik, huquqlarga yetdik. Onalari qo'rqib ketdi, mazalari bo'lmayapti. Mana dodlaganimizdan keyin bu yerga xodimlar kelib yordam berishyapti. Do этого 5 minut hech kim, necha minut kelmadi hech kim? Necha minut kelmadi mazasi bo'lgandan keyin? hech kim chaqirmadi, chaqirsa ham kelmadi hech kim. Mana endi kelishyapti. Videoga olish kerak, kamera qilish kerak, keyin bularning xodimlari yordam berar. Ungacha hech kim yordam bermas ekan. Yuradi og'riq yo'qmi? Ha? Ketdim faqat. Ketdim-da Grelka bormi? Grelka olib kelinglar, oyog'iga qo'yinglar. Yo'q, oyoq buzyapti-ku. Lekin mana bu xodim, mana bu vrach, juda yaxshi vrach keldi. Qarab, bilmayman bu klinikada ishlayotgan boshqa vrachlar kelmadi. Yugurib Amit olib chiqdilar. Aholilariga qarayaptilar. Menga operatsiya bo'lgan kunimdan shu kungacha kamera ochdi, operatsiyonning eshigi kirdi, chiqdi, xonam hamma etaj yurgan turganlarim. Davay, ko'chaga chiqib ketibman, men ochilgandan keyin bara kameraga chiqqanman.
O'zimni o'ylab. O'sha ochilib bo'lib suv ketgandan keyin. Hop? Sigaret chekkanlarimiz hammasini rasmini qo'yib qo'yaman. Siz, Abduqodir, Asliddin, Doston, mani xonamda polni men bilan birga parovoz, xirurglar naq qo'y. Sigaret chekib o'tiradi tepamda. Kim sana operatsiya qildi? Bir pachkalab sigaretni ruxsat berganlar. Hujjat. Davay bilan 5 ta turamanman. Kim qaysi hujjatga odam sana operatsiya qildi? Nima Doston qildi, hammasini hujjati yo'q. Men ham detskiy ortoped ekan, umid ekan. Xirurg emas ekan, hech kim emas. Ko'rsatsin dokumentni. Yopmas klinikani, men reklama qilgan bu odamlar o'lib ketsa men javobgar bo'lmayman. Mani deb bu klinikaga kelganlar kemeli o'lib ketasizlar bu yoqda. Umuman yopilsin bu medkonsultat klinika. Bo'ldi, qo'y.